mijozlar uchun hazina ilovasini kartalariga ulab ilovani yuklab olsa bo'ladi. Bu hazina ilovasi jismoniy shaxslar uchun, hazina biznes ilovasi yuridik shaxslar uchun. Hazina ilovasining qulayliklari 5 milliongacha pul o'tkazmalari foizsiz o'tkaziladi. Keyin bunda 1% jamg'ar bolagan tinchliklar pullarni, suyunch puli, dafn puli, artga topshirilgan, sirkga topshirilgan imtihon pullari, xalqaro imtihon pullarini olsa bo'ladi. Yana bunda afzalliklari aviachiptalarga to'g'ri bo'lsa bo'ladi va ularni bronza ham bo'ladi shu ilova orqali. Bu ilovalarning afzalliklari yana 1%imizni jamg'arib olingan tinchlik pullarni hammasini ko'rib va kartangizga ulangan kartalarni hammasiga rasmiy vosita bo'ladi. Kartalarga ulangan любой kartaga tushirsa bo'ladi. Imon o'zlariniki bo'lishi shart. Savollar bo'lsa beringlar. Keling savol. 5 million uzatıyorsanız kartını 5 milyondan her oymu bu? Oyga limiti 5 million. Oyga. 5 milyondan keyin 500 so'mdan komissiya olishni boshlaydi. 5 milyon bo'lgan. To'g'ri savol. To'g'ri.